Bu esa individual yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi. Natijada raqamli platformalar orqali o'rganish jarayoni bolalar uchun qiziqarli, interaktiv va samara beruvchi bo'lib, ularni nutqiy kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Nutqiy kommunikatsiyada psixologik aspektlarning o'rni. Nutqiy kommunikatsiyani rivojlantirishda psixologik aspektlarning o'rni juda ham katta. Og'ir nuqsonlarga ega bolalarda o'zini ifoda etish va boshqalarga muloqot qilishda psixologik to'siqlar paydo bo'lishi mumkin. Logopedik texnologiyalar orqali bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini orttirish, stress va xavotirni kamaytirish maqsadida psixologik usullarni qo'llash zarur. Masalan, muloqotga tayyorlashga urinishlar va muvaffaqiyatlarni rag'batlantirish, ijobiy fikrlashni shakllantirish orqali bolalarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berish mumkin. Bunday yondashuvlar faqat nutqiy ko'nikmalarni emas, balki ijtimoiy va emotsional rivojlanishga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Nutqiy kommunikatsiyani rivojlantirishda multimedia resurslarining roli. Nutqiy kommunikatsiyani rivojlantirishda multimedia resurslari, xususan video va audio materiallar, logopedik texnologiyalar orasida muhim rol egallaydi. Og'ir nutq nuqsonlariga ega bolalar uchun tayyorlangan multimedia materiallari ularning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lishi mumkin. Bu resurslar bolalar uchun interaktiv va qiziqarli formatda tayyorlanganligi sababli ularning diqqatini tortadi va jarayonini osonlashtiradi. Multimedia resurslaridan foydalanish bolalarning nutqiy ifoda qilish qobiliyatini oshirish, so'z boyligini kengaytirish va nutqni aniq va ravon bo'lishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Masalan, video materiallar orqali bolalar turli xil nutqiy kommunikatsiya vaziyatlarini ko'ra olishadi va ularda qanday qilib samarali muloqot qilishni o'rganishadi. Audio materiallar esa to'g'ri talaffuz va intonatsiya ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi. Shuningdek, multimedia resurslari logopedik seanslar davomida guruh faoliyatini rag'batlantirish uchun ham foydalanish mumkin. Bu esa bolalar orasida o'zaro kommunikatsiyani rivojlantiradi va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini oshiradi. Umuman olganda, multimedia resurslarini logopedik jarayonlarda qo'llanilishi og'ir nutq nuqsoni bilan kurashishga samarali yechimlar taqdim etadi. Xulosa: og'ir nutq nuqsonlari bolalarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Nutqiy kommunikatsiyani shakllantirish uchun logopedik texnologiyalarni qo'llash bu muammoni hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Logopedik texnologiyalar, masalan, individual va guruhli mashg'ulotlar, interaktiv o'yinlar, multimedia vositalari va maxsus dasturlar orqali bolalarning nutq qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Bunday texnologiyalar yordamida nutq nuqsonlari bo'lgan bolalar o'z fikrlarini aniq ifodalash, muloqotda ishtirok etish va ijtimoiy munosabatlarni o'rnatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Logopedik mashg'ulotlar davomida bolalarga o'z nutqini yaxshilashga yordam beruvchi turli xil usullar va strategiyalar o'rgatiladi. Bu esa o'z navbatida ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va ijtimoiy muhitda faol ishtirok etishiga yordam beradi. Shuningdek, logopedik texnologiyalarni qo'llash orqali o'qituvchilar va ota-onalar bolalarning nutqiy rivojlanishini yaxshilashda muhim rol o'ynashlari mumkin. Ular bolalarga doimiy ravishda qo'llab-quvvatlash, motivatsiya berish va o'rganish jarayonida faol ishtirok etish imkoniyatini yaratishlari zarur. Umuman olganda, og'ir nutq nuqsonlari bo'lgan bolalarni nutqiy kommunikatsiyalarini shakllantirishda logopedik texnologiya muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Quyida foydalanilgan adabiyotlar berilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.